Akajon qancha bo'ldi meniki? 95 ming bo'ldi. Mana 100 ming aka. Aka, hozir mayda yo'q edi, keyingi safar kelgan surishib ketsak bo'ladimi? 5 mingga keyingi safar urushib ketamizmi? Yo'q, endi 5 ming beraman, kelishib ketamiz keyingi safar. Sen meni tanimaysan aka. Mana tanib qoldim-ku. Qara-da, 5 ming hechqanday chiqmas, keyingi safar olaman. Aka, yetib keldik, sizdan 48 ming so'm bo'ldi. 48 ming? Ha. Mana 50 ming aka. 50 ming. Aka, mayda pul 1000 so'm bor ekanda, 1000 so'm keyin surishib ketamiz. Shu men qanday sendan surishib ketaman? Men seni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsam, sen mana akammassan yoki ukammassan. Yo mana shu mashinangga yana o'tirishimga ko'zing yetadimi, aqling yetadimi shunga? Yetadi aka, chunki tog' bilan uchrashmasam, odam bilan uchrashadi. Qara. Keyingi safar men sizga 1000 so'm beraman, xo'p? Berma, qarg'ayman. Xo'p aka. Qara, biring ikki bo'lmasdan o'lib ketasan. Xo'p bo'ladi. Aka, mana shu ko'rib turgan dvoykalaringiz 155 ming so'mdan. Tepa pastmi? Ha, dvoyka deyapman. Munchasi. Futbolkalar qanchadan? Aka, futbolkalarimiz 57 mingdan 117 minggacha. Assortiment million. Yeba, bitoy texnikaga o'tasizlar. Aka, uyingizga nima texnika, nima mahsulot kerak bo'lsa, Inbazarda hammasi bor. Yo'q, kelmang qaranglar, men sizlarga pul bersamiz, dachisini ertaga beramiz, kelishib ketamiz demoqchilarmi? Yo'q, nima unaqa deysiz? Tiyinigacha beramiz. Zo'r aka, mana shu qiliqlaringiz zo'r aka. 195 ming bo'ldi aka. Mana aka 200 ming. 200 ming. 5 ming so'mligim yo'q edi. Shu allergiya dori bersam bo'ladimi 5 mingga? Nima qilaman? Menda allergiya yo'q-ku. Xudo xolos bo'lib qolarsiz endi. Mana qara, mana shu 5 mingim bor-ku, hech qachon senga buyurmasin. Nima deydi? Zarur bo'lganda ham 5 ming kerak bo'ladi senga, lekin shu 5 ming senga yordam bermasin. Jo'ra $100 qarz berib tur, 1 soat topga beraman. Toshnami? Ha, 1 soatga ham bormaydi, jo'ra, ishon. Bo'ldi, 1 soatdagi ko'rishamiz, jo'ra. Nima qilamiz? Endi pulni ishlatib kelib qilamizmi? Ha, balonni yeb sen o'zingga qisib turamiz. 1 soat sabr qilib turaylik, keyin pulni olib beramiz. Nimaga? Keyin ko'rasan-chi. Mana 53 ming topga berdik. Gap yo'q, vaqtida olib kelding lekin. Ha, jo'ra, agar iloji bo'lsa $200 berib tur, 2 soat topga beramiz. To'xta, o'yla-o'ylaychi, bu 1 soatda vaqtida olib kelib berdi. Demak, 2 soatda vaqtida olib kelib bersa kerak. Bo'ldi, jo'ra? Ha? Bo'ldi, jo'ra, 2 soatda ko'rishamiz. Aniq olib kelib. Ke, ko'zim, ke. Endi shu pulga umid qilamizmi, ha? Ya, bu pulga tegmaymiz. 2 soat sabr qilib turaylik, jo'ra. Bu nimaga? Keyin tushuntiraman, keyin. 1 soat 47 minutda mana olib keldim. Gap yo'q, aytilgan vaqtda olib kelyapsan-a? Bu qiz kim? Bu singilcha adashib qopti. Shunga yo'l ko'rsatayotgandim. Jo'ra, agar iloji bo'lsa $300 berib tur, shu kiyim qilmoqchi edik. Ertaga dadam Rossiyadan jo'natsa, sraz olib kelib beraman. To'xta, o'ylab-o'ylaychi, bu o'ziga pul kerak bo'lib turib, oldagi singilchaga yordam beryapti. Demak, bu ko'ngli pok insonga ishonsa bo'ladi. Bo'ldi, jo'ra? Mana $300. Ertaga dadam jo'natishi bilan olib kelib beraman. Ertaga. Qo'zilar. Endi shu pulga ba'zi kiyim qilamizmi? Yo, bu pulga tegmaymiz. O'zimizni puldan kiyim olamiz. Mana zo'r do'koni bilaman. Nima yana endi? O'zim tushuntiraman, jin tur. Mani pulimchi, men pulimni kim beradi? Sizga kim pul beraman dedi. Siz o'zi aktrisaman dedingiz. Rol puli yo'qmi dedingiz, to'g'rimi? Rolingizni o'ynadingiz. Boring, davay turing. Juda Brand Rose do'koniga yangi vitrovkalar, ko'ylaklar kelgan. Hammasi 129 mingdan. Ha, undan tashqari krossovka, shalvar, jinsi, futbolkalar hammasi 99 mingdan. Hammasidan bitta olamiz, xo'pmi? Xo'p, o'sha nimaga? Ha, unga yangi ko'ylak olamiz, yangi kiyimlar olamiz dedik-ku. Shunga keyin bilasan nimagaligini. Jo'ra, rahmat. Sen bergan pulga mana kiyimlarni oldik. Mana $300 pul. Uydagilar jo'natishdi Rossiyadan. Gap yo'q, birinchi marta ko'rishim qarzni vaqtida olib kelib berayotgan odamni. Endi jo'ra bizda lavz bor-da. Lekin odamlarda lavz yo'qolib boryapti, bilasanmi shuni? To'g'ri, ha. Jo'ra, agar iloji bo'lsa biz $20 ming qarz berib tur. Nimaga birda 20 ming? Jo'ra, bir katta biznes boshlaganda bir haftada qaytaraman. Bir haftada qaytara olasanmi to'shdi? Ha, jo'ra, investor shunday pul beradi, senga beraman. Mana Sonda tayyor turar ekanda pul, ha? Rahmat, jo'ra, bir haftada qaytaraman. qoyil. Endi bu 20 mingni ham qaytaramizmi? Yo'q, endi bu pulni qaytarmaymiz. Endi so'ramiz. Bu qanaqa usul? Bu daveriyaga kirish. Qarz olasan, qaytarasan. Qarz olasan, qaytarasan. Oxirida mana shunda katta summa olasan-da, keyin orqasidan bitta kiydirasan-da, sudasan.